Sizlar bilan eski imtihoniga 1 daqiqada registratsiyadan o'tishni o'rganamiz. Birinchi Google'ga SKKSID yozib olamiz va chiqqandan keyin birinchi saytga kiramiz. Kirganimizdan keyin menyu ochiladi. Ochilgandan keyin birinchi shu 3 ta chiziqchali joy bor. O'shani bosganimizdan keyin o'sha mobil joylarda login, VNK shunaqa narsa chiqadi. Loginga kiramiz. Albatta buni bir 20 minut oldin qilib tursak bo'laveradi, aynan vaqtni kutish shart emas. Keyin loginga kerakli manzilda Gmail pochta yoziladi va parollarni kiritasizlar. Kiritganimizdan keyin kiramiz. Kirganimizdan keyin o'sha imtihon bo'lish vaqtini kutamiz. Imtihon vaqti bo'lishi bilanoq pastga tushganimizda mana bu joyda 12-imtihoniga ro'yxatdan o'tilyapti degan narsa yashil yonib turadi mana. Biz chop suv hagini bosamiz. Chop suv hagini bosganimizdan keyin keyingi oyna ochiladi. Bu eski imtihonida jicha o'zgargan, sayt takomillashgancha 1-ikkinchi, 3-chi, 4-chi etaplari bor. Birinchi etap so'rayapti. Eski imtihoniga registratsiyadan o'tmoqchimisiz rostdan deyapti. O'tamiz. Endi undan keyingi etapda ko'rsatyapti. Birinchi rasmda joylang deyapti. Rasm joylanadi. Telefondan xuddi shunaqa upload bo'limi bo'ladi. Upload bo'limi orqali rasm joylanadi. Rasm joylagandan keyin rasmni to'g'rilab olasiz. Agar rasm ma'qul kelsa bo'laveradi, lekin ma'qul kelmaydigan bo'lsa uni qismlarini to'g'rilab ma'qul olinadi. Cho'jan qilamiz. Saqlanib qilasizmi deyapti. Saqlanib qilamiz. Va uni tanlaganimizdan keyin rasmimiz o'zidan maytga yuklanadi. Yuklangandan keyin maytda ma'lumotlar bor. Eski imtihoni bo'yicha qanday bo'ladi, qanaqa bo'ladi, bular haqida to'liq ma'lumot bor va imtihon joyini belgilaymiz. Qit'asini, Osiyo qit'asi. Misol o'shanda O'zbekiston ochiq bo'ladi, hozircha Koreyaga ochiq ekan bu. Tiananmen misol tanlaymiz va undan keyin universitet nomini tanlaymiz. O'sha qaysi misol shaharda bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona bo'lsa Farg'ona, Toshkent bo'lsa Toshkent, Samarqand bo'lsa Samarqand belgilaymiz. Misol uchun Shinam deb haykal deb ko'raylik hozircha. Deganimizdan keyin bunaqa hujjat shakli nima qilinadi? Misol aytib keyinchon bu sujib yung tongiso, ya'ni shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zgartirishsa, foydalanishingizga rozimisiz deyapti o'sha tizimda deyapti. Endi o'tkazganimizda shu yerda rozi bo'lish qismlari chiqadi. 2 tadan 3 ta chiqadi. Birinchi tanlaymiz. Keyin teparoqda yana bitta bor edi. Adashmasam mana bu yerda yana bitta bor ekan. Buni ham belgilaymiz. Va belgilaganimizdan keyin yana bitta o'sha yerda shunaqa shunga o'xshagan narsa bor, hujjat bor. Mana shu hujjatni ham o'tkazamiz. O'tkazsak mana yerda Tongi ham degan narsa bor. Tongi hajani tanlab qo'ysangiz o'tmaydi imtihondan. 2 ta jami 4 ta ekan. Va keyingi etapda tamni bosamiz, keyingi etapga o'tadi, 3-etapga o'tadi. 3-etapga o'tdi mana, o'zlaring ko'rsizlar, step 3. 3-etapda so'rayapti, Haksib Kubun deyapti, o'quvchini nimasi? Sechon Oxakdan o'quvchisimisiz yoki bo'lmasa o'sha sertifikat olganmisiz o'shandan deyapti. Yoki Kita va boshqalardanmisiz? Men boshqalar tanlayveraman, chunki Sechon o'quvchisiman deydigan bo'lsam, ko'plab ma'lumotlar so'raydi, men to'ldirishim kerak bo'ladi. Va keyingisiga o'tib ketaveramiz. Hangugo Haksib kelgan, koreys tilini o'sha qancha vaqt davomida o'rgangansiz? Men yil olmayman deb yo'raman. Keyin so'rayapti. Hangugo Pyongga songchoq bo'yi yo'q bu, ya'ni koreys til bilish qobiliyati sertifikatingiz bormi deyapti. Yo'q deb belgilayveraman, sababi chunki bor deydigan bo'lsam, necha olgansiz, qancha olgansiz degan savollar bo'ladi. Albatta yo'q deb belgilab turib, Chakson Valyo deb bosadigan bo'lsak, imtihondan registratsiyadan o'tgan bo'lasiz, albatta. Men buni bu videoni 1 minut bo'ladi deb o'yladim. 3 minutga cho'zilib ketib qoldi. Albatta uzr. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar.